Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 4-may. Haftaning yakshanba kunidagi zotimizda holatlari. Ko'rib turganlaringiz bu tarafda xom chiqarish jarayonlari ketyapti. Bu tarafda ichkariga olib kirish, g'ish pishish jarayonlari ketyapti. Eslatib o'tamiz, manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Hozir bu mashinamizga 8000 ta yuklanyapti. 10 talik mashinamizga 8000 talik zakaz bor edi. Bu ishlarimiz Farg'ona viloyati Quva tumaniga ketadi. Quva tumanidagilar g'ishni holatini ko'rmoqchi bo'lganlar uchun aloqaga chiqsalaring, manzillarni beramiz. To'kilgan joylariga borib ko'rib kelishlari mumkin. Bu ishlarimizda razmerlari standart holatda 6, 12, 25 standart holatda bo'ladi. Ranglari ko'rib turganlaringda atlasli holatda. Sanoga bo'linib ketmasligi, ichidan oq tosh, ohay chiqmasligiga garantiya beriladi. Sho'ri ozmoz bo'lishi mumkin deyapmiz. Xudo xolasa klientlardan murojaatlar tushgani yo'q, iloji chiqmasin. Sifatlari nihoyatda a'lo darajada ko'rib o'tganlaringdek. Hozir mana ikkinchi xumdondan ham yuklanyapti. Hozir xumdondagi ishlarni ham ichkaridan ko'rib o'tamiz. Mana bunda yuklanishlar ketyapti. Bu ikkinchi xumdonimizdan eng yaqindan ko'rsatgan mana. Ko'pchilik yaqindan ko'rganlar uchun yaqindagi holatlari ishlari. 10 talik mashinamiz. Bu mashinamiz Andijon viloyati Sharxon tumaniga ketadi. Sharxon tumanidagilar kimga ko'rmoqchi bo'lsa aloqaga chiqaveradi. Eslatib o'tamiz, zavod egalaridan g'ishlarimizni narxlari 830 so'mdan, gazlar oshgani sababli 10 so'm qo'shilib qolgan. Kimga shunday qishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Zavod egalaridan birinchi qo'ldan istab yurganlar uchun ayni muddao bu video. Zavod egalari, texnikalar hamma o'zimizda, ishlar ham. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.